Yaxshimi hammasi? Oyoqlarni ishlatingchi. Tizlapani ishlatamiz. Yo'q, to'piq izdi. Yaxshi, zo'r. Oyoqning kuchi yaxshimi? Yurib ko'rdingizmi? Og'riq yo'qoldimi? Yaxshi ekanmi? Yaxshi. İşte rejimni hammasini nima qilish kerakligi, broshura bor, broshurada yozilgan hammasi nima qilish kerakligi, bir oy o'sha rejim saqlab, bir oydan keyin gimnastikalarni to'xtatish kerak emas. U qolgan qismi ham yana qachondir yo'qotmaydi, bizga hech kim garantiya bermaydi-da. Chunki u sizni hayot tarziga bog'liq 100%. Ichidagi qolgan qismini saqlab qolish uchun belli gimnastikasi bilan har kuni muntazam shug'ullanish kerak. Shunda qolgan qismi umringiz oxirigacha xizmat qilib bera oladi. Bo'ptimi? Qancha yuragida ichida. Xohlagancha o'z imkoni Hovlimda bola hovlida sekin aylansangiz ham bo'ladi. 15 minutda oshirmasi deyapti. Da. Nu option bir oy bo'lgandan keyin kelib ketasiz yana. Albatta kelaman. Kelasiz. Kasal topib qo'ydim. Da, kelasiz, holatingizni ko'raman. Tamayizni olish kerak. Stimulyatsiya qilish kerak buni tiklash uchun tezroq.